Hürmetli kitap anlıqçılar, hozurunlarda Toğluq Tömürxan namlıq romanның davamı. Bir çağda qatar tizilib turishqan otliq askarlar sepi ushtum-tot ikki tarafga siljishdi-da, o'tirdan bir ot patqudak yo'l hosil bo'ldi. Bu yo'lda otliq bir sarkarda paydo bo'ldi. Uning ostidagi chilan to'ruq arg'amoq baayni lovuldab kuyib turgan o'tning o'zi. Uning peshonasida mushtumchilik oq qoshqisi bor edi. U ko'kraklari kang, putlari inchka va uzun, qumush quloq, ko'zlari chaqnab turadigan esil nasllik chiroyli ot edi. U manganda xuddi puti yerga tegmagandek yenik va nozik chamdaydi. Chilantoruq arg'amoqning ustidagi bu sarkardining dubulg'isi, savuti, qo'liga tutgan qalqini butunlay tugudak oltin kumushdan zinnatlanib yasalgan edi. Ostidagi g'oz bo'yinliq chilantoruq arg'amoqining egar jabduqlarimi butunlay tugudak oltin kumush bilan zinnatlangan edi. Yeliqi sarkarda uchisiga kiygan savuti ustiga qizil maxmal yepincha yepinib olgan bo'lib, shamolda xuddi qizil tug'dak lapildab turadi. Uning qapqara soqol burut bosgan dugilak yuzi oftobda ko'yganlikdan qorayib ko'rinadi. Görenlik, chiroyli kiyinib olgan bu sarkarda Mo'g'ullarning cho'ng xoni, tabg'ashlar yashaydigan o'tir tuzdanlikdagi bayashat, aholisi ko'p, zemini kang, qudratli sulola, Yuan sulolasining podshohi Yuan Rinzong, bo'rjigin Oyur Bahodir bola edi. Yuan Rinzong udulidagi bir do'ngning ustiga ot silib chiqdi-da, Olmaliq shahriga bir hazog'icha qarab ketdi. Ondan qal'aning kun petish tarafidagi to'pilikka chiqib, shaharning yer sharoitini bir pas ko'zdan kechirdi. Orqadan kayniga burilib, sarkardalar to'piga qo'l ishorati qilibdi. Chiroyli, ko'rang qoshqaga mingan bir yigit sarkardalar to'pi ichidan ayrilib, qal'a tarafga qarab ushqandek chepib ketdi. U otda chepib ketib etib, o'qiyosini batlab qal'a sepilning qo'qiga qartib o'q uzdi. O'q vijildab ovoz chiqarib uchib berib, qo'voqning ustidagi Qarovulxonning bola beshiga qodilib qoldi. O'qqa bir parcha maktub chegilgan edi. Qo'riqchilar darhol o'q bilan maktubni Chog'atay xoni Esan Bug'axonga yetkazdi. Esan Bug'axon maktubni ochib, qadimgi Uyg'ur yozig'ida yozilgan tövandagi qurlarni o'qidi. Ko'k ertish bilan Eli daryosi o'tirsidagi kang zamin hozirdan e'tiboran butunlay mening, mangu yengilmas g'olib qo'shinim tarafidan tasarruf qilindi. Mening qo'shinlarim seni toki Katta dengiz, ya'ni Katta dengiz degani Balqash ko'lining tarixdagi nomlarining birisi ekan. Katta dengiz bo'yidan sur to'qay qig'inicha, Quyas ko'kdala tuzdanligigacha qo'g'lab keldi. Faqat poytaxtlar sening qo'lingda qoldi. Chog'atay xoni, mening seni bundaq sharmanda holga tushirib qo'yishim butunlay o'zingning sho'rdim bo'lgan. Hozir men topchilarimga buyruq tushirsamla, shiddatlik etilgan 18 qodoqliq chiqin o'qlar xuddi yer yuzini qoplab uchib kelayotgan qora chekatkadek uchib berib, portlab, taxit baxtingni kukum talqon qilib, shahringni bir pastila tuziltib etadi. Mubada seni mushundaq iskanjiga olmaydigan bo'lsam, taqdirning jazosiga uchirgan bo'latdim. Biroq nasab hasablarimizning buyuk Jahongir Chingizxonga ulindiganligini o'ylaganimda, qo'shinimni darvozang oldidan chekindirishni o'ylayapman. Ammo sen Chog'atay xoni, yosoq bo'yicha mening qon kechkucha lashkarlarimning hujum, o'lja deb tizgin serib turgan ko'nglini tinchitishing, sarkarlarimning g'azbini pasaytishing kerak. Bu maktubda Esan Bug'axonni taxtdan tushtirmagani bilan menga tiz pukkin, o'lpan to'la degan gap bevosita aytilgan edi. Buyuk xonning maktubining oxirida 3 tuman yilqa, nurg'un oltin kumush, 500 g'ulam, 500 kenizak, ulpan to'lash haqida
sürki qattiq va ihanatlik shart qo'yilgan edi. Chagatai ulusidagi Mo'ng'ullar shu chaqlarda bar yo'qi 100 ming tutun hisoblanadi. Miladiya 1205-yili Temujin Naymanlarni bo'ysundirgandan keyin Mo'ng'ul dalasining birdan-bir hukmroniga aylandi. Miladiya 1206-yili yoz faslida o'tkazilgan qurultayda u rasmiy Chingizxon deb ataldi. Bu ulug' bosh panohimiz degan ma'noni bildiradi. Bu qurultayda uning Mo'ng'ul dalasidagi 2 million tutun aholiga ega Mo'ng'ullarning haqqonlik o'rni birdek e'tirof qilindi. Shu kundan e'tiboran butkul Mo'ng'ul dalasidagi ulus oymoqlarning hammasi Mo'ng'ul degan bir millat bayrog'i ostiga jam bo'ldi. Chingizxon o'zining 4 o'g'liga ayrim holda yer, suv va aholini miros qilib bo'lib berdi. Cho'ng o'g'li Juchiga 9 ming tutun, ikkinchi o'g'li Chag'atayga 8 ming tutun, uchinchi o'g'li O'gadayga 5 ming tutun, kenji o'g'li Toluyga 4 ming tutun Mo'ng'ulni miros sifatida bo'lib berdi. Chag'atayga bo'lib berilgan bu 8 ming tutun Mo'ng'ul 100 yil ichida avub 10 hassa ko'payib, miladiya 1314-yilga kelganda 100 ming tutunga yaqinlashgan edi. Uningga atrofdagi qo'shilgan Uyg'ur, Karat, Qo'ng'rat, To'ngra, Barqut, Qasar, Chuba qatorliq xalqlarni qo'shgandimi, aholisi 200-300 ming tutundan oshmaydi. Chingizxon hayot vaqtida tuzgan yasoq bo'yicha Chag'atay ulusidagi har bir qabila, har bir oymoq, har 10 chidir odamdan bir odamni, har 10 yilqidan birini, agar yilqi qo'la bo'lsa qo'lini, to'riq bo'lsa to'riqini, oli bo'lsa olisini, ko'rang qoshqa bo'lsa ko'rang qoshqisini, chopdor bo'lsa chopdorni, jiran bo'lsa jiranni, chipar bo'lsa chiparini. Qisqasi, har qaysidan 10dan birini siliq tariqasida Buyuk xonga har yili to'lab kelayotgan edi. Keyingi chaqlarda har qaysi xonliqlarning huquqi kuchayib, Buyuk xonga javob etmaydigan bo'lib qolgandan beri bu yasoq quruq bir shaklga aylanib qolgan edi. Esenbug'axon Buyuk xon Bo'rjigin Ayur Bahodir bolaning maktubini qo'lida tutqanicha cho'nqur xiyolga cho'kib o'tirib ketdi. 3 tuman yilqi. Nadin ilish kerak bu 3 tuman yilqini? Chag'atay ulusining topgan targan vajining hammasini ikki qo'llab och qilib berish kerakmi? Ya bo'lmasa butun kuchim bilan oxirigacha qarshilik ko'rsatib baqsammikin? Shahar ichida uzuq-tulik qurol-yarog' yetib oshqudak turibdi. Xonbonlik lashkarlari Olmonlik qal'asini ancha tez ololmaydi. Onungacha janubdagi Do'g'latlar bilan g'arbdagi Barlaslardan keladigan yordam ulgurdi. Yamato kechki qo'limda bo'lgandikin, mag'lub bo'lgan taqdirdimi, yomini kelsa, Eli daryosining janubidagi xon yayloqqa chekinib bervasamla, tog' orqasidagi Do'g'lat ziminiga omon eson yetib olg'ili bo'ladi. Biroq Bo'rjigin ayirib Bahodir bola mening bu o'yimni bilib olganmi nima? Bir bilak kuchini poytaxt olmoqlikni qo'rshashqa qoldirib qo'ygandan tashqari, yana bir bilak kuchini Yamato kechkini tortib olishga ma'ndiribdi. Mubada Yamato kechki qo'ldan ketadigan bo'lsa, u holda men cho'lmaga tushgan beliqning holiga tushib qolmam deman. Qal'aning sepilni puxta, mustahkam bo'g'ni bilan Mubada Bo'rjigin Ayur Bahodir bola xon sepil buzar kuchlik chiqin to'plarini ishqa soladigan bo'lsa, qal'aning mudofiasini yemirib tashlamoqi uning uchun xuddi shamni po'lab o'chirgandekla bir ish bo'lib qoladi. Shundoq bo'lgandan keyin Biraxla qirilib tugagandan ko'ra, so'rg'inni berib qutulgan yaxshiroqmikin?
Kechecha o'ylaganlarini saharga yaqin bir yerga yiqqan Chag'atay xoni Esanbuga xon atdigandila. Әмір бәгілеріні өз huzuriga kengashga chaqirdi. Xon o'zining o'yini ularga tafsili so'zlab tushundirgandan keyin "Qandoq qilamiz?" deb so'radi ulardan bo'g'iq ovozda. Bu bag amirlar bir necha kundan beri shaharni yovdan mudofaa qilish vasvasasida tuzukkina uxlamay, biror vaqt issiq tomoq yeyolmay, xili obdan yodigan edi. Xonning bu savolga ulardan hech kim eg'iz yerib javob berishga petnomadi. Hamma odam yerga qarab sukutda o'tirib ketishdi. Bu ig'ir sukunatni yanala xonning o'zi buzdi. "Barmoqingning qaysi birini tishlasangmi, o'xshashla og'riydi", dedi u. "Qandoq to'lg'ansangmi, to'qmoqning yo'g'on beshingga tegiverdi. Әмділікті көріп тұрыпсылар. Тәңірінің қорғышы Misran қылыштак бешімізді тұрыпты. Күн түнді өткізген сәбәрліктеріміз үшін берілген жаза bu. Бұндақ чағда, бүткіл Чағатай ұлысының тағдыры қыл үсті тұрғанда, бізге ашу оғанетлік сүлхейні құбыл қылыштың башқа chiqish yo'li qolmadi. Shundoq qo'lni kasmiguncha qon chiqmaydi, dedi qiyri baglardan birsi bo'lgan Ulusbegi Amir Bulaji. Chag'atay ulusini 3 tuman yilqa yiqitammaydi. Әмма бөржігін айыр бағадыр баланың қылычы еқтіді. Иттінің көңілі ұстықанда, шындақ болған декен нәрсіләні асында маңсун. Деп үтіліп қойды Esanbuga хан. Бір талла ұстықан бозчу кашки. Байқы қири бәгінің кепіні башқы бәг әмірләмі мақыл көрді. Тапшырып әмін тапайды. Олыдығыны наайты 3 tuman yilqi ekan ғо. Asunda ketsun, деп сөрен сілішті кеңештікілерінің көп қысмы. Яқ, тапшырмаймыз! Deb vaqirdi sarkardilar orasidan birsi kishilarning cho'qan so'ralarini besib tushib. Kishilar ovoz chiqqan tarafga qarashdi. Sarkardilar orasida ustiga sovut dobulg'a kiyib, boshdan oyoq qurollangan navqiron, ammo tapsa kishanni uzvog'idek bastiba baquvvat soqolliq bir yigit vazmin holati bilan turadi. "Necha yoshga kirding?" deb so'rdi xon uningdan. 32ga deb javob berdi heliqi yigit. "Qaysi qabiladan sen? Ot juning kim?" "O'zim Do'g'lat qabilasidanman. Ismim To'g'ril Bahodir." "To'g'ril Bahodir?" Өткен yili Do'g'lat elida quturgan qovanni bir o'zi tanho yengan To'g'ril Bahodir degan shu'g'u, deb hayajonlandi kishilar. "Sen nima demakchi, yigit?" dedi uningga Esanbuga xon qishini yemirib. "Dushman bilan elishish kerak", deb dadillik bilan javob berdi xonning savoliga u. "Qandoq elishimiz?" Merhum Cihangir Chingizxon aytgandek, hujumdan yonmasligimiz, mustahkam sap tuzib, qadalgan yerimizdan qon ilishimiz kerak, dedi To'g'ril Bahodir. "Xon olilari, mubodo ma'qul ko'slar, men o'z ulusim uchun yovdan bir o'zim tanho o'ch ilishni xohlayman. Yangsam xonbaliq qo'shindikilar quruq qo'l ketar. Yengilsam to'lam topshirarsizlar." Esanbuga xon va kengashga qatnashgan bag amirlar dastlabida uning so'zini tushunmay jim turib qolishdi. Keyin birdilla jonlanib ketishdi. "Yasha,
Toğrul Bahadır, мәңгі ғалып бол. Toğrul Bahadırның қорықмаз ирадысы нәчче күндән бері дилгул боп bir qararga kelenmey turgan Çağatay xani Esen Buğa xanның көңледә үміт ялқынны yeni baştan tutaştırdı. Kim biladi, düşman bilan yakmu-yak erişip yengib alsa, balkim tölenmez. Kishilarmi aman esen qolar. Mubada yengilib qalsa, fedakarlik qilgani uchun yanıla Bahadır deb ataq alar. Esen Buğa xan o'zining sarkarda sardorlarini tunji qitim to'niyotgandek bo'ldi. U bu Bahadır yigitning shijoat himmetdilla emas, balki iroda, jasoratdimi bu yerdagi barliq kishilardan, hatto o'zidinmi ko'p ustun turdiganligini his qildi. Xonning ko'ziga issiq yosh keldi. Bahadır yigit, dedi Esen Buğa xan uni quchoqlab turib. Sana buningdan boshlab Bahadır degan ataqni rasmiy berdim. Yov bilan ilishib Bahadırlıqыңны көсәт. Düşmanыңның boynini nishonga ilib, qapaqdak dumulat qoysan. At ustida egarga chaplab qo'ygandek o'tirib, ikki qo'ling bilan qilish o'ynatib, düşman ichiga bösüp kirgaysan. Jangning eng keskin yerlarida qon kechib ilgirlab, bisi qayrilmaz xanjardek ittik bo'g'aysan. Haqqan oliylari, Bana bir eğiz söz qilishga icazet bergayla, dedi Toğrul Bahadır, Çağatay xani Esen Buğa xanның oldida tiz büküp oturup. İcazet, dedi Esen Buğa xan uni yerden yulib turg'uzib turib. Sözle, deyishdi boshqalarmi. Rahmat, hurmatli Haqqan oliylari, dedi Toğrul Bahadır, xonga egilib ta'zim qilib turib. Çağatay ulusidagi hurmatlik yurt cho'nglari, gepimga quloq solg'aysizlar. Biz xonboliq lashkarlariga hargizmi tang kelanmaymiz. Chunki qo'limizda qilish, nayza va o'qyadan boshqa kuchli qurol yo'q. Hatto uchimizda yovning o'qidan o'zimizni himoya qilgudak qilin savutlarımizmi yo'q. Biroq uchtiman yilqini ular bizdan undaq o'ng'ayliqcha ololmaydi. Gepim shuki, ulardanmi bir Bahadır chiqsin. Men uning bilan yakma-yak erishib ko'ray. Yengilib qolsam, ularga 3 tuman yilqini berayli. Yengib olsam, odat bo'yicha ular lashkar chekindirsin. To'g'ri Bahadır bir narsadan tortingandek qilib, so'zlashga petnamay yerga qarab turdi. Yana qandoq talping bo'lsa, tortinmay aytavagin. deb uningga rag'bat berdi Esen Buğa xan. Men hammani o'rinlig'ayman. Mening Haqqan oliylariga kichkina bir iltimosim bor edi, dedi u dadillanib. Doğlat elida mening tash tömür deydigan bir yoshliq bir o'g'lim qolgan edi. Mubada bugun maydondan sog' salomat qaytib kelamsam, Haqqan oliylari uningga atıdarçılık qilib qo'ysilar. Xotirjam bo'l. Bu talping cho'qim o'rinlanadi, dedi Esen Buğa xan. Men hozirning o'zida Amir Bulajiga bu ishni topshiraman. U o'g'lingni o'z tarbiyasiga olsin. Doğlat ulusibegi Amir Bulaji Esen Buğa xanning bu so'zini anglab, darhol qulluq bildirdi. Buyruqlarini cho'qim bajo keltirgayman, Haqqanni oliylari, deb qo'l bog'lab turdi. To'g'ri Bahadır xotirjam bo'g'ay. Uning o'g'li mening o'g'lim. Uni cho'qim Bahadır otsidek Bahadır qilib yetishtirib chiqayman. To'g'ri Bahadır xon bilan Ulusbegining lavzi qilganligini anglab, ko'ngli tinib, chiroyiga salpal kulgi yugurtib rahmat bildirdi. Kengashga qatnashqanlar To'g'ri Bahadırning taklifini bir eg'izdan ma'qul ko'rib, xonboliq qo'shinlarining bosh qo'mondoni Yuan Rinzong Borjigin Ayur Bahadır balaga yakma-yak erishib ko'rayli, yengilsak to'lam berayli, yengilsak to'lam berayli,
Yengilsang lashkar chekindir degan mazmunda maktub topshirishni qaror qildi. Sepil sirtiga maktub chekilgan ovozliq o'q etildi. Sepil sirtiga maktub chekilgan ovozliq o'q etildi. Әтсәт дегенде yakma-yak elishishga tayyorlik bitganligini bildirib, qal'a ichidan sunay ovozi chiqib edi. Xonbaliq qo'shinlari tarafdanmi buningga javoban sunay ovozi anglandi. Shuningdan keyin bir vaqtning ichida har ikki tarafdan yer zaminni titritib, 10-20 lab dumboq tabil chilinishga boshladi. Olmaliq qalasining Quyas darvozasi oldidagi taxt ko'rib, asta-asta tushirildi. Darvozning ikki qanoti guldirlab ichilib, ichidan bir otliq chavandoz ushqandak ot silib chiqib keldi. Qala oldidagi bir parcha tüp-tüz ketgan kangri takchilik ikki taraf palvonlarining erishish maydoni qilib tanlandi. Chag'atay palvoni To'g'rul Bahodir boshdan oyoq kumush rang quyuch dubulg'a, quyuch zirih kiygan. Ustidan quyoq savut bilan purkangan bo'lib, qilish, nayza va qalqon bilan qurollangan edi. Xonbaliq qo'shinlarining Zalma Bahodir degan palvonimi boshdan oyoq qora rangli quyuch dubulg'a, quyuch zirih kiyib, ustidan quyoq savut bilan purkangan edi va qilish, nayza va qalqon bilan qurollangan edi. Bugungi ilishish garchi Mo'g'ullarning qadimdan tortib davom qilib kelayotgan odat qonuni bo'yicha ilib berilsimi, ammo tashabbuskorlik huquqi Xonbaliq qo'shinlarining qo'lida bo'lg'ashqa, Chog'atay palvoni To'g'rul Bahodir uchun Xonbaliq tarafining 3 palvoni bilan kayni-kayndan 3 marta maydonga tushishiga, har bir qitimda birdan Xonbaliq palvonini cho'qim yengishga to'g'ri keladi. 3 qitimliq elishishning hammasida utib chiqqandilar, ondan to'liq yengan hisoblanadi. Bo'lmasa 2 qitim yengib, 1 qitim yengilib qolgan taqdirdimi, yanala to'liq yengan hisoblanmaydi. Shunga To'g'rul Bahodir uchun bugungi bu elishish to'liqmi noodillik hisoblansimi, ammo u yurt makonning yuan qo'shinining to'mir tapini ostida chaylinib paymal bo'lganligini o'ylaganida, g'ayrati hassilab eshib, raqibi bilan jon tikib elishib, cho'qim yengishga bel bog'lab maydonga kirdi. Uning raqibi Zalma Bahodir, Xonbaliq qo'shinlarining eng mashhur bahodiri bo'lib, u uzoqdan beri urushlarda o'ziga tig'ib tekkizmay, chidishlarda yenini yerga tekkizmay kelayotgan intayin takabbur bir palvon edi. İki taraf bahodirlarni jangga undab chelinayotgan daqidumboq sadosi to'xtishi hamon. Chog'atay palvoni To'g'rul Bahodir bilan Xonbaliq palvoni Zalma Bahodir bir-biriga qarama-qarshi ot chaptirib kelishdi. İki tarafning palvonlari maydonning qoq o'tirisiga kelganda o'rkirashgan peti bir-biriga tashlanishdi. Ular qo'llaridagi po'lat nayzlarni qarshi tarafning tekirdigiga sanjish uchun bir-biriga zarb bilan nayza urishdi. Jang qilgan ovoz bilan tangla, ularning ostidagi otlar orqa putturda dastlab tik turishdida qattiq kishnishib etishdi. Ko'zni yumib ochquchilik bo'lgan bu orliqda Xonbaliq palvoni Zalma Bahodirning nayzasi Chog'atay palvoni To'g'rul Bahodirning po'lat qalqiniga jang qilib tegdi. Po'lat qalqon daranglab yerga uchib tushdi. Zalma Bahodir nayzasining uchini uning kekirdigiga sanjishga to'g'rilagan jiddiy paytda u etining ko'krigi bilan bir uribla Zalma Bahodirni kayniga chekindirib etdi. İki palvon bir-biri bilan tunji qitimliq elishishda baravar kelib qilishgandan keyin xiligacha qayta elishishga petnamay bir-biriga hamla qilishib cho'rgilab turishdi. Chog'atay palvoni To'g'rul Bahodir raqibining jangda chiniqqan chapdas palvon ekanligini his qildi. Shunga ikkinchi daram elishganda boyqi dalma-dal taqobil turish chorasini ishlatmay, balki zarbidan doji bilib, peshvo bilan zarbi berish chorasini qo'llanmoqchi bo'ldi. Xonbaliq palvoni Zalma Bahodir bu oq tumshuqqa tunji nayza urishdilar. Uni ziqqa tatammaganligiga terikib, ko'p alam tortdi va bu dönem nayzini avval qadimmi qattiq urib,
bir zarba bilan sen oq tumshuqni yer tishlatmaydigan bo'lsam, qo'liqimni kesib etaman deginicha etiga qattiq bir qamchi soldi. Bunda qattiq qamchi yeb o'rganmagan ot jon jahli bilan yulqinibla, xuddi kirishdan uzilgan yo o'qidek qarshi tarafga qarab chopdi. Maydonning o'tirig'i kelganda Zalmi Bahodir qo'lidagi nayzini qalqansiz qolgan Chog'atay polvoni To'g'rul Bahodirning yuragini challab qattiq urdi. Biroq orliq bilan vaqtni nihoyat to'g'ri mo'ljallagan To'g'rul Bahodir raqibining nayzisi o'zining ko'ksiga qodlay deganda shartla sol yoqqa dojib oldi da sol puti bilan o'zangini qattiq dassab turib bir shung'ibla otning qorniga kirib oldi. Ondan o'zangidan ayrilgan o'ng puti bilan urgan nayzisi bo'shqa ketib oldiga ingishib qolgan xonbaliq polvoni Zalmi Bahodirni bir tepibla otdan tik mo'llaq otqizib etdi. Shamoldek uchib ketayotgan otning qorniga yetib olgan To'g'rul Bahodir yenik bir harakat bilan irg'ibla egriga mazmut o'tirib oldi. Da teqimi bilan otning qursiqini qisib turib, o'ng putini o'zangiga ilib, ching dassab orqasiga qayrilganicha qo'lidagi nayzini yerga yiqilayotgan xonbaliq polvoni Zalmaga sanjib etdi. Eg'ir nayza xonbaliq polvonining qilin qo'yoq savutlarini xuddi qog'ozni tashgandek teshib o'tib, uning ustixonlarini qarsiltib sundirib, dumbisidan teshib chiqdi va uning eg'ir gavdasini so'rigan peti qonliq kuchi bilan yerga mixlab qo'ydi. Bayatın ularning elishishini diqqat bilan kuzatib turishgan kishilar hayron bo'lishganidan qo'llarining dumbisini tishlashib, chirqirab ketishdi. Endi bu yigitni oq tumshuq deb masxir qilishga hech kim jur'at qilolmaydi. Moğollarning cho'ngxoni Yuan Renzong Börjigin Ayur Bahodir balaning bu yosh yigitga havasi kelib qoldi texi. Olmaliq qalasining sepili ustida turib, To'g'rul Bahodirning tunji qitimliq hayot mamatliq elishida raqibini yer chishiltishga ulgurganligini ko'rgan Isan Bug'axon boshliq Chog'atay ulusidagilarning hammasi o'z polvonining g'albisini Iroqda Nag'rsunay daqidunbaqchilib qizg'in tabriklashdi. Osman ziminni larziga keltirayotgan olqish sadolaridan, sho'x chilinayotgan nag'ir konaylarning ovozlaridan go'yo mislsiz go'zal kuy paydo bo'lgan edi. Hamdamda yurtdoshlarining shodimon ovozlarini Iroqdan anglagan Chog'atay polvoni To'g'rul Bahodir texmi ilhomlanib, tomirlarda issiq qini to'lqinlanib, mavj urishga boshladi. U mush topda bayatinqi horg'inliklarini butunlay unutgan. O'zini qaytadan kuch-quvvatga to'lib toshqandak his qilmoqda edi. Qonni ko'rib quturgan yo'lbosdak holga kelgan Chog'atay polvoni To'g'rul Bahodir etini devitkanicha xon baliq qo'shinlarining xon chediri oldiga chepib keldida, yangi boshdan chang to'zitib polvon talab qilib vaqirdi. "Ey xon! Qani, mening bilan ikkinchi dapqur elishadigan botiring!" Xon qo'lini shiltidi. Bu uning ikkinchi qitimliq elishishni boshlanglar degan edi. Yangi bir qitimliq elishning boshlanganligini bildirib, Nag'rsunaylar va Daqidunbaqlar chelindi. Xonbaliq qo'shinlarining Bugurchi degan ikkinchi polvoni maydonga sakrab tushdi. U Chog'atay polvoni bilan yoyoq elishishni, piyoda qilishvozda qilishni talab qildi. Chog'atay polvoni To'g'rul Bahodir lam jim demasdan edidan sakrab tushdi-da, nayzisini yerga qadab qo'yib, qilichini qindan chiqardi. Xonbaliq polvoni Bugurchi saqal burtini qo'yib atgan, nafsa kishanni üzgüdek bo'y basti ba, ustixonliq qovul bir yigit edi. Oldida turgan To'g'rul Bahodirning bo'yi oran uning mo'risi keladi. Baq quvvat, saqalliq bu yigit o'zining vazmin holatini buzmay turadi. Bayatın o'lgan Zalmi Bahodirdak umu boshdan oyoq to'mir savut bilan purkangan edi. Uning badanining qilish o'tkidek hech qanday yeri yo'qdek qiladi. Polvonlar bir-birini sinishib, udul-udul qarishib turishdi-da, har ikkisi bir vaqtda turgan o'rnidan qo'zg'aldi. Ondan qilishlarini bir-biriga siltishib, g'azab bilan chepishga boshladi. Xonbaliq polvoni Bugurji o'zi tambal, to'liq toshdek ko'rinsimi, ammo
Toygandek әпчіл чаққан әрекет қылатты. Оның қолыдегі қылыш ойнапты тұратты. Бөгіржінің арқа-арқадан шиддет білән қылған hücumaға Барбара бәрдашлық берәмәй қалған Чағатай палваны Тоғрул Баһадыр аста-аста кәйнеге чекінгелі башлады. Бұл ішкі рәқіпнің батырлық білән еліші xuddi бәл қайырып челішіп атқан челішчіларға оқшап келіп ататты. Yeniş yoki yengilish tamamen birer qitimliq natijasiz harakatga yoki raqibini mo'ljallashdagi xatolikqa bog'liq bo'lib, fursat nihoyatda qisqa ham o'ng'ayliqcha kamaydiganligi uchun butun gap uningdan qandoq foydalanish edi. Shunga har qitimliq hujum oraliqidagi ma'lum vaqt ichida hayot mamatliq uchun erishayotgan har ikki raqib butun diqqatini yig'ib qarshi tarafni uzoq kuzatdi va to'limi ehtiyotchanlik bilan harakat qilib qarshi tarafda o'zini erishishni xohlamayotgandek sezim paydo qilishga tirishadi. Biroq har biri bu vaqtning nihoyatda jiddiy payt ekanligini, orqadanla tez hal qilg'uch jang bo'lganligini tushunadi. Degandek, xonbonlik qo'shinlarining palvani Bugurji bu yosh Chog'atay palvaniga qilchimi tinib-olishga fursat bermasdan qilichini shiltib, orqa-orqadan hamla qilib keldi va 3-qitimqi hujumda qilichini ikki qo'llab tutqunicha barliq kuchi bilan raqibining beshiga shiddat bilan chopdi. To'g'rul Bahodir raqibining shundoq qilganligini mo'ljallab yetganligi uchun darhol yon tarafga dojib oldi. Shiddat bilan chepilgan bu qilish uning beshiga tegmay yerga tegdi. Biroq Bugurjimi o'zi chopgan qilishning to'ri bilan dal dugunib bog'nicha oldiga dum tushdi. To'g'rul Bahodir fursatdan foydalanib, qo'lidagi qilichini yerga dum yotgan xonbonlik palvani Bugurjining chotig'idan qursiqiga tiqiratdi. Bu qonliq elishishni ko'rib turgan kishilarga palvon Bugurjining jon ochiqida o'tqa tushgan qildak to'lg'inib deb ichinishliq nola qilgan ovoz anglandi. Chog'atay palvani To'g'rul Bahodirning qo'lidagi o'tkir qilish xonbonlik palvani Bugurjining qo'yoq savutsiz chotirqidan kirgunicha 3 oy bag'rini kesib o'tib, bevosita uning yuragiga berib qadalgan edi. Shu bir yiqilganicha Bugurji yotgan yerdan qayta qo'polmadi. Yiqilgan kelishqi to'ymabdi degandek, orqa-orqadan ikki palvandan ayrilib qolgan cho'ng xon Börjigin Ayur Bahodir bola qattiq g'azablandi-da, Chog'atay palvani To'g'rul Bahodirga hatto tinib olishga fursat bermay, darhol 3-Baturi Burguda Bahodirni uning bilan ilishishga buyurdi. Burguda Bahodirning o'zimi xuddi uning qovandek johil mijoziga o'xshash bir qarashdila g'alita ko'rinadi. Uning qizg'uch, ko'rang yapaloq yuzidagi go'shlik panoh burni, o'zining qora soqoli, yoshligidagi oqirib ketgan qattiq o'skilang chochlari bilan mo'ng'ullarga o'xshasa paqirab turgan ko'kish ko'zlari, tuvanga tushibrak turgan yelkisi bilan Uyg'urlarga o'xshab ketadi. U xonbonlik qo'shinlarining qo'rshovuli Mo'g'ulayning qo'l ostidagi bir sarkarda bo'lib, urushlarda o'zining hech nimadan yonmaydigan qaram, johilliqi va hech kimga rahim qilmaydigan shafqatsizligi bilan dong chiqargan edi. U uchisiga nepiz kiyimdan boshqa hech nima kiymagan edi. "Qani, qilichimning ta'mini tetib boq!" deb o'kirdi u asabiylashgan bo'g'ridak yerni tilg'ab turib. "Sening bilan qilishlishiman. Qani, seni qondoq so'yib tashlaymankin." Bahodirlar maydonga tushishi bilan tangla qilishlashib ketishdi. Bir-biriga urilayotgan qilishlarning bizidan uchqunlar val-vul qilib, hadab har tarafga chashraydi. Oldingi 2 qitimliq erishda 2 palvon bilan orqam-orqa erishib, kuchi butunlay xo'rgan To'g'rul Bahodirga endi uchisidagi qo'yoq savutlar ig'ir yuk bo'lib tuyulishga boshladi. Uning qilish chopqandagi harakati yilin kiyingan xonbonlik Baturi Burguda Bahodirdak choqqan chapdas emas edi. Uning ustiga u tunji qitimliq erishda xato dasab qoldi
Шуңа өзінің acizligini, raqibining diqqatini burib etish orqali yo'shirmoqchi bo'lsa-mu, ammo raqibi uning bu acizligini allaqachon sezib olgan edi. U Chog'atay polvoni To'g'rul Bahodirga shiddatli hujum qilish orqali qistirmasdan, balki u naga tashlansa, bu-mu shu tarafga tashlandi. U qanday harakat qilsa, bu-mu shunday harakat qildi. Uni yengishga oldirab ketmay, balki uningga zodi o'zini o'ngshivdish fursati bermaslikka tirishdi. Chog'atay polvoni To'g'rul Bahodir oxir arslondek g'azabga kelib, yo'lbosdak ho'kirdi. Ochiq aqlni kesidi degandek, qahr g'azbi uningga raqibini yengish uchun yangi chora amallarni o'ylab tepishga yo'l qo'ymadi. Shunda qilib, uningga avvalgi ikki raqibini orqadan yengishiga yordam bergan aql farosat jihatdagi ustunligi bilan mijoz xulqidagi sovuqqonligi har qanday qilgan bilanmi amdi korg'i kelmay qo'ydi. Ikki Bahodir 30 marta mushundaq tirkishib elishdi. Oxir Chog'atay Baturi To'g'rul Bahodir holsizlanib, tizlanib qoldi. Xonbaliq Baturi Burgada Bahodir naq shu chaqda o'ljisiga etilgan osh bo'rdek uning ustiga tashlandi. To'g'rul kuchlik yashash istikining turtkisida beshiga chepilayotgan qilishdan o'zini himoya qilish uchun jon ochig'ida qo'lidagi qilishni uning qilichiga to'g'ri tutib berdi. Jon qilgan ovoz bilan tangla, har ikkisining qo'lidagi qilish sunib ikki parcha bo'lib ketdi. Burgada Bahodir qo'lidagi sunuq qilishni cho'rib tashlab, yenidan xanjirini sug'urib olgan peti ostiga besib olgan Chog'atay Baturi To'g'rul Bahodirning kekirdikiga bir suribla uning bo'ynini uzib tashladi. Xonbaliq qo'shinlarining ikki Baturini kayni-kayndan yer tishlatkizgan Chog'atay Baturi To'g'rul Bahodir yerib mag'durdan butunlay ketganlikdan oxir Xonbaliq qo'shinlarining 3-qitimida maydonga tushgan Baturi Burgada Bahodirning qo'lida mushundaq ichinishli holda o'lib ketdi. Mushu chaqda xon chediri tarafdan qattiq gumbirlab chilingan dumboq ovozi anglandi. Bu ilishning oxirlashganligidan derak berib chilingan dumboq ovozi edi. Xonbaliq taraf bilan Chog'atay xonligi taraf o'tirsida atdigandan beri tangsizlik ichida davom qilayotgan bu qonliq ilishish mana mushundaq oxirlashdi. Yuan sulolasi podshohi Yuan Rinzong Bo'rjigin Oyur Bahodir bola bilan Chog'atay xoni Esanbug'a xon o'tirsida qisqala suhbat o'tkazildi. Suhbatda Esanbug'a xon Xonbaliq taraf o'tirib qo'ygan sulhi shartiga ma'qul bo'lib, keyingi chog'larda Chog'atay ulusining beshiga baloy ofat akagan o'anatlik shartnomaga qo'l qo'yishga majbur bo'ldi. Va 3 oy suruk ichida 3 tuman yilqa, 500 g'olam, 500 kenizakni Xonbaliq tarafga yetkazib berishga qo'shildi. Yuan Rinzong Bo'rjigin ayırıp Bahodir bola o'z qo'shinlariga darhol chekinishga farmon berdi. Farmon tushirdi. Shuning bilan Xonbaliq qo'shinlari to'p-to'ztib, asta-asta Olmali qalasi bilan Yamato kechkidan ko'k ertish bo'yiga chekinishga boshladi. Xonbaliq xoni bilan Chog'atay xoni o'tirsida bu ihonatlik sulhi imzolangan vaqt milodiya 1315-yili, ya'ni to'shqan yili bo'lganlikdan tarixchilar buni to'shqan yilidagi ihonatlik bitim deb tarixga bukib qo'yishdi. Yuan sulolasi bilan Chog'atay xonligi o'tirsida imzolangan bu bitim shu chog'larda O'rta Osiyoda kuchlik el hisoblanadigan Chog'atay xonligining belini ushtib tashladi. Bu bitim tufaylidan Chog'atay xoni Esanbug'a xon bekordan bekorg'ila o'z beshiga pit silib oldi. Shuningdan e'tiboran Chog'atay xonligida urush g'alyon shohqa qo'ngan qushqashda ko'payishga boshladi. Her millet xalqi xo'rliq, jabr, zulm girdoviga kelib qoldi. Nazm Cho'l shamili o'xshash turmush davron o'tar. Qayg'u shodliq yaxshi bilan yomon o'tar. Japa sasa zolim bizga o'z bo'ynida, salg'an japa bizda qolmas, hamon o'tar. Shayx Saidi